zodagon fasondagi stullarda optim yasalib sotiladigan joyi yetib keldi do'stlar. Mana bu fason o'zi bitta ahamiyat bo'lib bersa, toza o'zimiz taxtadan yasalgan bo'ladi do'stlar. Mesnisi faqatgina ustiga laklab berib qo'yilgan bo'ladi. 6 talisi narxi keladigan bo'lsa $450 bo'ladi, 4 talisi $350 bo'ladi, 8 talisi keladigan bo'lsa $550 bo'ladi. Vodiy bo'ladi, dastlabki ilova faqatgina kelishgan holatda. Agarda xohlasangiz turchi fasonlarimiz bo'ladi do'stlar. 12 talisi narxi keladigan bo'lsa $550 bo'ladi. Agar 8 talisi kerak deydigan bo'lsangiz do'stlar, bunisi $290 bo'ladi. Bu yerda dastlabki faqatgina kelishilgan holatda $290. Bunisiga keladigan bo'lsa vodiy bo'ladi, dastlabki ichida bo'ladi. Bundan tashqari jozi fasonlarimiz bor do'stlar. Narxi keladigan bo'lsa 8 talisi narxi $140 bo'ladi. 6 talisi narxi keladigan bo'lsa $110 bo'ladi. 4 taligi keladigan bo'lsa $80 bo'ladi. Bulardan ham vodiy bo'ladi, dastlabkisi ichida bo'ladi do'stlar. Ko'proq olganlar uchun kelishilgan holatda bo'ladi do'stlar. Agarda 4 talisan, ya'ni 4 talisan kerak deydigan bo'lsa narxi $175 bo'ladi. Agarda xuddi xona, gamburger xonalarga kerak deydigan bo'lsalaring, mana shunaqa 3 yil sig'adigan bo'ladi, narxi keladigan bo'lsa 2,5 million so'mdan bo'lyapti. Bulardan dastlabki kelishgan holatda bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi, dastlabkisi 100 gacha bepul bo'larkan, 2 kishilik mana shunaqangi kachelilarimiz bo'ladi do'stlar. Bemalol 2 kishini yoki bo'lmasa 200 kg yukni bemalol ko'taradigan bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 2 million 100 ming so'mdan bo'ladi. Biz hozirgi kunda Optim birinchi qo'sh ishlab chiqarish joyida Farg'ona viloyati Komintern qishloqdamiz. Pastki nomerga aloqa chiqarib olsangiz, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berishadi.